Hammaga salom. Efirda muhim yangiliklar va studiyada men Imona. Qiziqarli ma'lumotlarni eshitishga tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Bugungi ko'rsatuvimizda tomosha qiling. Uchuvchi kuryer dronlar qanday ishlaydi? Murakkab topshiriqlarni yechishga qiziqqanlar uchun yana bir video o'yin. Malika nima haqida reportaj tayyorlagani qiziqmi? Ob-havo yangiliklarida nima gap? Bularning hammasini ko'rsatuv davomida bilib olasiz. Bolalar, eng ko'p yomg'ir yog'adigan mamlakat qaysiligini bilasizmi? Bu Niderlandiya va Belgiya ekan. Portugaliyada esa yomg'ir yog'sa, maktabga kechikib kelish mumkin ekan. Malika, senda nima gap? Hammaga salom. Orangizda chempion bo'lishni istaydiganlar bormi? Olimpiada o'yinlarida-chi ishtirok etishni xohlarmidingiz? Sport bilan shug'ullansangiz, albatta bu orzularingizga erishasiz. 26 noyabr kuni Toshkentdagi Olimpiya shaharchasida bo'lib o'tgan birinchi prezident olimpiadasida ishtirok etganlar ham bo'lajak olimpiada chempionlaridir. Prezident olimpiadasida 3000 dan ortiq ishtirokchi sportning 10 turi bo'yicha bellashdi. Birinchi marta o'tkazilgan prezident olimpiadasi musobaqaning tuman va viloyat bosqichlarida umumta'lim maktablaridagi sport to'garaklari, sport klublari va 310 ta sport maktabidan 100 mingdan ortiq yoshlar ishtirok etishdi. Eng yuqori natijaga erishgan 3000 dan ziyod o'g'il-qizlar prezident olimpiadasiga kelishdi. Ular orasida ko'p yillardan beri sport bilan shug'ullanayotgan va bir necha oylar ilgari maktabdagi sport to'garagiga a'zo bo'lgan o'quvchilar ham bor. Ular sportning 10 ta yo'nalishi bo'yicha o'zaro bellashdilar. G'oliblar maxsus sovrinlari va pul mukofoti bilan taqdirlandilar. Eng asosiysi, ular to'g'ridan-to'g'ri milliy terma jamoalarga yo'naltirildilar. Keyingi yildan boshlab esa suv sporti, velosport, triatlon, qilichbozlik va jamoaviy o'yinlar bo'yicha ham musobaqalar o'tkazilib, prezident olimpiadasidagi sport turlari 20 taga yetkazilar ekan. Endi men ham sport bilan muntazam shug'ullanaman va keyingi prezident olimpiadasida qatnashishga harakat qilaman. Kelgusida men ham dunyoga mashhur chempionlarimiz Diyora Keldiyorova, Gulshan Alimardonova, Javohir Sindarov kabi chempionlar shohsupasiga ko'tarilaman. Bolalar, agar siz ham chempion bo'lishni istasangiz, sport bilan albatta muntazam shug'ullaning. Sog'lom tanada sog'lom aql. Salom. Oramizda murakkab topshiriqlarning yechimini topishga qiziqadiganlari bormi? Unda ekran qarshisiga qulayroq joylashib oling. Bugun sizlarga Geometry Dash Lite video o'yini haqida gapirib beraman. Bu o'yinda muvaffaqiyatga erishish uchun vaqtni aniq hisob-kitob qilish, harakatlarni rejalashtirish va o'yin ichida to'g'ri mo'ljal olishni bilish kerak. O'yin 8 va undan katta yoshlilar uchun mo'ljallangan bo'lib, murakkab bosqichlardan tashkil topgan. Agar siz mantiqiy fikrlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Geometry Dash Lite'da imkoniyatingizni sinab ko'ring. Har bir bosqich nafaqat nima qilish kerakligini tushunish, balki uni xatosiz bajarish kerak bo'lgan mantiqiy vazifani eslatadi. Bu esa shoshilmasdan har bir xatti-harakatni tahlil qilishga o'rgatadi. O'yin qanday o'ynaladi? Geometry Dash Lite'ni o'ynash uchun siz avtomatik ravishda oldinga harakatlanadigan o'yin qahramonini harakatlantirishingiz kerak bo'ladi. U yuqoriga sakrashi, oldinga yurishi mumkin. O'yinchining asosiy vazifasi to'siqlarni yengib o'tishdir. Bordi-yu ularga tegib ketsangiz yutqazasiz. O'yin nimasi bilan foydali? Geometry Dash Lite diqqatni jamlash, masalalarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'yin ko'rish, harakat koordinatsiyasi va eslab qolish qobiliyatini yaxshilaydi. Geometry Dash Lite geometriyani to'g'ridan-to'g'ri o'rgatmasa-da, undagi murakkab darajalar jarayonni qiziqarli qiladi va dasturlashni o'rganishda foydali bo'lishi mumkin. O'yinga kirishib ketsangiz, vaqt qanday o'tganini bilmay qolasizmi? Ha, bu holat menga ham tanish. Lekin o'yin o'ynashning o'z vaqti bor.
Undan avval esa maktabda berilgan uy ishlarini bajarish, sayr qilish, uy ishlariga ko'maklashish va albatta o'z vaqtida dam olish va kitob o'qishni ham unutib qo'ymang. Yana bir qiziqarli video o'yin tarixi bilan tanishdingiz. Endi esa navbat keyingi qiziqarli savolning javobini bilishga. Salom, menda savol bor. Dasturlashni necha yoshdan o'rgansa bo'ladi va yaxshi dasturchi bo'lish uchun nimalarni bilish kerak? Assalomu alaykum bolajonlar. Dasturlash o'zi nima? Dasturlash bu kompyuterni tiliga nima qilish kerakligini aytadigan tilda gapirish. Xo'p, dasturlashni necha yoshdan o'rganishni maslahat beraman. Bu 15-16 yoshdan boshlash yaxshi. Chunki ungacha bo'lgan vaqtda siz fundamental bilimlaringizni kuchaytirib olishingiz kerak. Ya'ni ingliz tilingizni, matematikaningizni va informatikani. Ingliz tili nimaga kerak bo'ladi? Siz ya'ni ertaga dasturlashda ishlashni boshlaganingizda Yevropa yoki Amerika bozorida ishlashga yaxshi. Hamma IT yo'nalishini, ya'ni IT yo'nalishlaridagini asosini olib qolasangiz, bu logika, ya'ni analizga borib taqaladi. Bunga nima kerak? Bizga matematika. Matematika sizda qanchalik kuchli bo'lsa, ertaga dasturlashni o'rganishda sizga ancha yordam beradi. Ya'ni tezroq natija chiqarishga sizga imkoniyat beradi. Bu informatika sizda, ya'ni kompyuter savodxonligini oshirib tursangiz, ertaga dasturlashda siz qiynalmaysiz. Dasturlashni, ya'ni 15-16 yoshdan boshlagandan keyin qayerda o'rgansa bo'ladi? Bizda hozir O'zbekistonda ko'plab IT akademiyalar bor, hamda hozirda internetda juda ko'p, ya'ni o'quv dasturlar bor. Siz bularni YouTube dan yoki Udemy kurslardan bemalol o'rgansangiz bo'ladi. Agar Afrikaga sayohat qilsangiz, kenguruni jahlini chiqazmang, chunki u soatiga 56 kilometr tezligida yuguradi. Navbat qachon qanday qilib sahifasiga. Hammaga salom do'stlar. Dronlar qanday ishlashini kuzatganmisiz? Menga ularni kuzatish yoqadi. Yaqinda bir ma'lumotni o'qidim. Dronlar kuryerlik qilayotgan ekan. Qiziq, bu kimning g'oyasi ekan-a? Nega dronlardan kuryer sifatida foydalanish kerak bo'lib qoldi? Keling, birgalikda bilib olamiz. Tasavvur qiling, ko'chada ketayotganingizda to'satdan osmonda kichkina uchish apparatini ko'rib qoldingiz. U katta ninachadek ovoz chiqarib, maxsus konteynerda jo'natmani olib ketyapti. Bir necha soniyalardan so'ng dron qutini asta yerga tushiradi. Eshik oldida qoldirib, o'zi keyingi yo'nalishni bo'ylab uchib ketadi. Kuryer dronlar texnologiyasi shunday ishlaydi. Ular tovarlarni tezroq va qulayroq yetkazib beradi. Yetkazib berish xizmatida dronlardan foydalanish g'oyasi 2010-yillarning boshlarida paydo bo'lgan. Avvalgi kvadrokopterlar faqat suratga olish va o'yin kulgu uchun ishlatilardi. Ammo muhandislar agar qurilma belgilangan yo'nalish bo'yicha ucha olsa, unda oziq-ovqat, kitoblar, dori-darmonlar yetkazib berishda foydalanish mumkin deb o'ylab qoldilar. Dastlabki sinovlar g'ayrioddiy ko'rinardi, ammo ko'p o'tmay bu foydali va istiqbolli texnologiya ekanini ko'rsatdi. Kuryer dron qanday tuzilgan? U maxsus dastur yordamida boshqariladi va GPS sun'iy yo'ldoshi navigator yordamida boshqariladi. Kamera va datchiklar unga yo'lni ko'rishga va to'siqlar, masalan daraxtlar, bino yoki simlarni aylanib o'tishga yordam beradi. Dron kerakli manzilga uchib kelganida, u manzildagi joyning yoniga qo'nishi yoki arqonni asta bo'shatib, jo'natmani tushirishi mumkin. Bularning barchasi avtomatik ravishda sodir bo'ladi. Odamga faqat jo'natmani qabul qilib olish qoldi xolos. Bugunga kelib dronlar turli vazifalarni bajarishda qo'llanilmoqda. Masalan, ular borish qiyin bo'lgan hududlarga dori vositalarini yetkazib beradi. Ba'zida favqulodda vaziyatlarda qutqaruvchilarga atrofni o'rganishga yordam beradi. Ba'zi modellarning quvvati o'nlab kilometrlarni uchib o'tishga yetadi. Agar batareyasining quvvati tugab qolsa, ular bazaga mustaqil qayta olishadi. Kuryer dronlar fantastik filmlardagi g'oyalar haqiqatga aylanishi mumkinligini ko'rsatadi. Bir paytlar yetkazib berish faqat velosiped yoki mashina mingan kuryerga bog'liq bo'lardi. Endi esa havoda uchib yuruvchi yangi kuryerlar bor. Ehtimol aynan siz bu uchuvchi yordamchilar yana qanday vazifalarni bajarishini o'ylab toparsiz. Qoyil, qanday qilib shunday narsalarni o'ylab topisharkin, ha? Bir narsani o'ylab qoldim. Kuryer dronlar orasida musobaqa o'tkazish kerak. Qaysi manzilga birinchi yetib borishini bilsa bo'ladi. Bo'ldi. Bu g'oyamni ishlab chiqaruvchilarga yozib yuboraman. Endi esa ob-havo yangiliklarini eshitib qo'yaylik-a. Salom
Salom do'stlar. Hafta davomida bir kun yomg'ir yog'sa, bir kun quyosh chiqar ekan. Ammo qishda quyoshga ishonib bo'lmaydi. Chunki u isitmaydi-da. Bunday havoda boshingiz va quloqlaringizni issiq tuting. Chunki qishda shamollash ko'payadi. Navbatni yana Imonaga beraman. Nargizning gapiga qo'shilaman. Ko'chaga chiqayotganingizda bosh kiyimni kiyishni unutmang. Yana bir gap, Aqlvoydagi premyeralarni unutmang. Yana ko'rishguncha, xayr.